navbatiga. Demak, oldingi darsda ko'rib chiqqan koloniya sistemasining davomi yurakdagi klapanlar holati. Bilamizki, yurakda klapanlar bor va uning bitta vazifasi bor, ya'ni qonni bir tomonga oqishini ta'minlash, orqaga qaytishiga to'sqinlik qilish. Qon asosan qorinchadan qon tomirga, qon tomirdan bo'lmasaga, bo'lmasadan qorinchaga o'tishini ta'minlab berish. Yurakda oxirgi paytlarda shu narsa so'ralyapti, yurakdagi klapanlar xili va soni. Bilamizki, yurakda asosan 3 xil klapan bor. Chap tomonda 2 tabaqali, o'ng tomonda 3 tabaqali, qorincha va qon tomiri o'rtasida yarim oysimon klapan bor. Agar soni so'raladigan bo'lsa, 4 ta deb olamiz. Sabab yarim oysimon klapanlar bu yerda 2 ta bo'ladi. Asosan testda yurakdagi sistolik va diastolik bosim bo'yicha tushyapti. Demak, sistola bu qisqarish, diastola bu bo'shashish. Yana bir muhim joyi, har doim bo'lmacha va qorinchalar bir-biriga teskari bo'ladi. Ya'ni bo'lmacha diastola paytida qorincha sistola yoki shuni teskarisi. Klapanlar ham shunday. 2 va 3 tabaqali klapan ochiq paytda yarim oysimon klapan yopiq bo'ladi. Yoki yarim oysimon ochiq holatda 2 va 3 tabaqali klapan bu yerda yopiq bo'lishi kerak. Shu narsani bilgan holatda quyidagi grafikani ko'rib chiqamiz. Demak, klapanlar holatini ko'rib chiqamiz. Bilamizki, yurakda 2 xil bosim bo'ladi: sistolik va diastolik bosim. Sistolik bosim bu qorincha qisqargan paytda vujudga keladi. Demak, qorincha sistola paytida bo'lmasalar diastola holatda bo'ladi. Bu vaqtda ular o'rtasidagi 2 va 3 tabaqali klapan yopiladi. Sabab qon qorinchadan yuqoriga chiqib ketmasligi uchun. Qorincha qisqargan paytda ularning ostidagi qon tomirlari orasidagi yarim oysimon klapanlarimiz ochiq holatda bo'ladi. Sabab qonimiz qorinchadan qon tomirlariga chiqishi kerak. Demak, yuqoridagi sxema bo'yicha ko'rib chiqsak bo'ladi. Sistolik bosim paytida bo'lmacha diastola paytida bo'ladi. Bu paytda 2 va 3 tabaqali klapanlarimiz yopiq. Sabab bu yerga qon yig'ilish paytida qon bosimsiz qorinchaga tushib ketishi mumkin. Bu paytda qorincha sistola, boya aytganimizdek, bo'lmacha va qorinchalar bir-biriga teskari ta'sir qiladi. Ya'ni bo'lmacha diastola paytida qorincha sistola bo'ladi. Bu paytda yarim oysimon klapanlar ochiq, ya'ni qon qorincha qisqargan paytda qon tomirlariga chiqishi kerak. Demak, qon tomirlariga chiqqanda bu yerda, ya'ni yurakdan chiquvchi qon tomirlarda arteriyada bosim yuqori, vena qon tomirida, ya'ni yurakka quyilish qon tomirida bosim past bo'lishi kerak. Demak, umumiy qilib takrorlaydigan bo'lsak, bo'lmasa diastola paytida 2 va 3 tabaqali klapanlar yopiq. Bu paytda qorincha sistola bo'ladi. Yarim oysimon klapanlar ochiq, ya'ni qon qorinchadan qon tomiriga chiqishi kerak. Bu paytda arteriyada bosim yuqori, vena qon tomirida bosim past bo'ladi. Keyingisi diastolik bosimni ko'rib chiqamiz. Demak, diastolik bosim bu qorincha diastola, ya'ni kengaygan paytda vujudga keladi. Bilamizki, qorincha diastola paytida bo'lmasa sistola holatda bo'lishi kerak. Natijada qon bo'lmasadan qorinchaga o'tadi. Bu paytda 2 va 3 tabaqali klapan ochiq bo'ladi. Qorinchada qon yig'ilish paytida yarim oysimon klapan yopiq holatda bo'lishi kerak. Bo'lmasa qon bosimsiz aorta o'pka arteriyasiga chiqib ketishi mumkin. Demak, sxemaga qaraydigan bo'lsak, bo'lmacha, ya'ni diastolik bosimda bo'lmasa sistola bo'ladi. Bo'lmasa sistola. Bu paytda 2 va 3 tabaqali klapan ochiq, ya'ni bo'lmasadan qon qorinchaga tushishi kerak. Demak, qorincha diastola, 2 va 3 tabaqali klapan bu yerda ochiq bo'ldi. Natijada qorinchada qon yig'ilish paytida yarim oysimon klapanimiz yopiq bo'ladi. Sabab qon bosimsiz qon tomiriga chiqib ketishini oldini olish uchun. Bu yerda qon yig'ilish paytida arteriya qon tomirlarida bosim past bo'ladi. Chunki qorinchadan qon chiqmaydi. Demak, umumiy qilib takrorlaydigan bo'lsak, diastolik bosim paytida bo'lmacha sistola, ya'ni bu yerda qorincha diastola holatda bo'ladi. Natijada 2 va 3 tabaqali klapanlarimiz ochiq, yarim oysimon klapan bu yerda yopiq, arteriyada bosim past bo'ladi. Bunday tipdagi ayrim savollarni ishlanish ketma-ketligini ko'rib chiqamiz. Demak, savol: 2 tabaqali klapan yopiq, yurakdagi holat. Oldin yurak kamerada chizib olinadi. Demak, bizda 2 tabaqali klapan yopiq deb berilgan. Bilamizki, 2 tabaqali klapan va 3 tabaqali klapanlar qachon yopiq bo'ladi? Qachonki bo'lmasalar diastola paytida. Chunki bular sistola paytida tabaqali klapan ochiq holatda bo'lishi kerak edi. Biz bilamiz, bo'lmacha bilan qorincha bir-biriga teskari. Demak, bo'lmacha diastola bo'lsa, qorinchalar sistola paytida bo'ladi.
va bular sistola paytida qon chiqishi uchun yarim oysimon klapanlar ochiq holatda bo'ladi. Keyingi savolni ko'rib chiqamiz. Bo'lmacha sistola yurakdagi holat. Demak, bilamizki, bo'lmacha sistola paytida qorinchalar teskari, ya'ni diastola holatda bo'ladi. Bo'lmasa sistola paytida qon bo'lmasadan qorinchaga tushishi kerak. Shu sababdan bu yerdagi 2 va 3 tovar klapanlar ochiq holatda bo'ladi. Natijada yarim oysimonlar bir-biriga teskari, bular yopiq holatda bo'ladi. Bu tipni mukammal o'rganish uchun quyidagi mavzumizdan konspekt qilib oling. Bu mavzudan tushishi mumkin bo'lgan savollarni Telegram kanalimizga yuklaganmiz. Keyingi darsimiz nima haqida bo'lishini kommentariyaga yozib qoldiramiz.